Assalomu alaykum. Bugun ko'ngil aynishi haqida gaplashamiz. Ko'ngil aynishining aynan qaysi organ bilan bog'liqligi haqida ko'proq gaplashamiz. Ya'ni oshqozon bilan bog'liqmi bu ko'ngil aynishi yoki o't qopi bilan bog'liqmi? Shuni farqini bilib olamiz. Ya'ni o'zi ko'ngil aynishi ko'plab sabablar bilan yuzaga kelishi mumkin. Oshqozon muammolari bilan bo'ladigan bo'lsa, ko'pincha jig'ildon qaynashi deyiladi. Ya'ni kislotaning ko'payib ketishi, ovqatning turib qolishi va hazm buzilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. O't qopi bilan bog'liq muammolarda esa ko'pincha yog'li ovqatdan keyin bo'ladi va og'riqli bo'ladi. Shunisi bilan oshqozondan farq qiladi. Va birgalikda og'riq birga keladi. Ko'ngil aynishida o'ng qovurg'a ostida og'riq bilan birga keladigan bo'lsa, bu o't qopi bilan bog'liq bo'ladi. Agar o'rtada bo'ladigan bo'lsa, oshqozon bilan bog'liq muammo bo'ladi. O't qopi bilan yoki oshqozon bilan bog'liq bo'ladigan ko'ngil aynishlarni rangiga qarab ham farqlashimiz mumkin. Masalan, o't qopi bilan bo'lsa, safro qanday yashilga o'xshash rang bilan birga bo'ladi. Oshqozon bilan bog'liq bo'lganlarida esa kofening quyqasi deydi. Kofe rangiga o'xshash rang bilan bo'ladi va u qachon oshqozondan qon ketayotgan paytda va bu o'ta shoshilinch holat hisoblanadi. Agar qayd qilingan massa ko'pikli bo'ladigan bo'lsa, bu yerda o'pka bilan bog'liq qandaydir muammo ketayotgan bo'ladi va bunday holatlarda zudlik bilan shoshilinch tibbiy yordamga murojaat qilish tavsiya etiladi. Oshqozon va o't qopini yaxshilab tekshirish esa og'ir asoratlarni oldini olishga olib keladi. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kim biror kasali haqida ozgina ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Rahmat.